AutoCAD'da biza ko'p ishlatadigan instrumentlarimizga garach knopkalar qo'yib olamiz. Bu ishimizni tezlashtirib beradi, ham samaradorligini oshiradi. Menda qo'yilgan, hozir endi ba'zi qo'yilmaganlarni bitta-ikkita ko'rsatib beraman. Qolganlari ham xuddi shu tartibda qo'yiladi. Videoni oxirida qaysi komandaga nima qo'yishni alohida tablitsa shaklida ko'rsatib qo'yaman. Xo'p, biza misol uchun aylana chizdik. Bunga doimiy aylana chizganimizdan keyin radius yozishimiz kerak. Ya'ni radius belgisini qo'yishimiz kerak. Buning uchun qanaqa qilamiz? Yoki ekrandan kelib mana buni tanlab radius qo'yib qo'yamiz. Yoki-da garach knopka dim r, ya'ni 4 ta harfni terishimiz kerak kamida. Biza o'sha 4 ta harf termaslik uchun buni kamaytiramiz. Misol uchun to'g'ri 4 burchak bo'lganda garach knopka qo'yilgan. Mana Shift D ni bosishimiz bilan mana 90 graduslik razmer qo'yadigan instrument chiqdi. Razmerlarni kattartirish uchun fit mana joyga kelamiz, 20 enter close. Misol uchun kerakcha kattartiramiz. Endi garach knopkani qanaqa qilib qo'yamiz? T O probel. Ekranni ikkinchi tomonini ochamiz, ya'ni strelkani bosib customization in all files. Bu yoqdan keyboard shortcuts plusiga bosamiz. Shortcut keys ham plusiga bosamiz. Pastdan dimi deb yozsak, razmerga tegishli bo'lgan komandalar chiqadi. Biz bu yoqdan sekin qidirib dimension radius topib olishimiz kerak. Mana radius tepaga borib chap knopka bilan qo'yib yubormasdan tashlaymiz. Keyin o'ng tomonga o'tamiz. Keys degan knopkaga bosamiz. Ctrl Shift D ni bosamiz. Okey. Demak, bunga avval qo'yilgan, bunaqa qo'ymaymiz. Tak. Ctrl Shift R. Radius bo'lib qolsin. Okey. Demak, hech narsa yo'q, qabul qildi. Endi Ctrl Shift R ni bosib qo'yadigan bo'lsak, mana ish jarayonida tez radius qo'yib ketish mumkin. Xuddi shunaqa qolgan ko'p ishlatadigan komandalaringizga ham qisqa garach knopkalar qo'yib qo'yish mumkin.